Siz o'ylaysiz, vannaxonani ta'mirlash oson, shundaymi? Aslida ham shunday, agar biz berayotgan maslahatlarga quloq solsangiz. Birinchi o'rinda namlikka chidamli bo'lgan material tanlang. Kafel yoki gipsokarton. Agar sifatsiz material tanlaydigan bo'lsangiz, vannaxonangiz chirishi mumkin. Ventilyatsiya tizimi. Agar vannaxonada ventilyatsiya tizimi bo'lmasa, vannaxonangiz saunaga aylanadi. Nafas olishingiz qiyinlashadi va vannaxonani mog'or bosadi. Shunday ekan, ventilyatsiya tizimi eng muhim tizimlardan biri hisoblanadi va uni o'rnatishga ham alohida e'tibor berish lozim. Suv o'tkazmaydigan pollar. Agar qo'shnilaringiz bilan do'st bo'lishni va uzoq yillar davomida tinch yashashni xohlasangiz, pollarga ahamiyat bering. Pollarni maxsus gidroizolyatsiya bilan qoplang. Shunda uzoq vaqt qo'shnilaringiz bilan tinch va totuv yashaysiz. Eng muhim tizimlardan biri albatta kanalizatsiya tizimi hisoblanadi. Kanalizatsiya tizimi o'rnatayotganda sifatli va ishonchli quvurlarni tanlashni unutmang. Aks holda sifatsiz quvurlar sizga yana ham qimmatga tushishi mumkin. Yorug'likni to'g'ri tanlang. Vannaxona go'zallik xonasi hamdir. Juda ham xira va juda ham yorqin bo'lgan chiroqlar hammasini buzadi. Shunday ekan, iliq rangli, namga chidamli bo'lgan chiroqlarni tanlang. Shu 5 ta maslahatga quloq solsangiz, vannaxonangiz nafaqat chiroyli bo'ladi, balki uzoq yillar davomida sizga xizmat qiladi. Ha aytgancha, videoni yaqinda vannaxonasini ta'mirlamoqchi bo'lgan do'stingizga yuborib qo'ying.